Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz inklyuziv ta'lim go'shtchilik pedagogika fanimizda ta'limiy tashkilotda inklyuziv muhitni loyihalash mavzusi hisoblanadi. Bu aynan ta'limiy tashkilotlardagi inklyuziv muhitni loyihalash rejalarida biz aynan o'sha o'quvchilarni inklyuzivlikka moyil bo'lgan o'quvchilarni o'zlaridagi kamchiliklarni o'sha tengdoshlari orasida bilintirmaslik holatlari uchun tashkil etilgan mavzu hisoblanadi. Bu yerda rejalarimiz bilan tanishtirib olaman. Birinchi rejamiz alohida yordamga muhtoj bolalar uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida korreksion dasturini ishlab chiqish algoritmi hisoblanadi. Ikkinchi reja inklyuziv ta'lim muhitini yaratishda pedagoglar jamoasining faoliyat mazmuni. Uchinchi rejamizda inklyuziv ta'limiy muhitni yaratishda ota-onaning ishtiroki va to'rtinchisi tarmoqli shakllar inklyuziv ta'lim muhitini yaratish manbalari sifatida ko'rsatilgan. Bugungi kunda aynan biz inklyuziv ta'limni kuzatadigan bo'lsak, o'quvchilarda ayrim toifadagi imkoniyati cheklangan bolalarni ta'lim dasturlarini yaxshiroq o'zlashtirish uchun o'quv rejani o'zgartirilishini talab etadigan jarayon yetib keldi. Aynan mukammal o'sha tashxis, bolani to'g'ri o'sha tashxis qila olish, bilim ko'nik va malakalarni baholashda yuqori kasbiy mahorat hamda korreksion talablarni bilmagan o'qituvchi uchun imkoniyati cheklangan bolani buni bilmaydi, buni bilish imkoniyatiga ega emas qabilidagi o'sha qo'pol harakatlar yoki bolani o'quv qobiliyati egallay olmaydigan darajadagi og'ir topshiriqlarni berish orqali bolaga yuklamani orttirib yuborish ehtiyoji, ya'ni bolani ehtimoli kuchli bo'ladi. Bola o'zini ehtiyojidan tashqari yuklamalarni bajarishga keldimi, uni o'qituvchi tomonidan baribir buni qila olmaydi, buni bilish imkoniyatiga ega emas qabilida o'sha so'zlar bilan ifodalab beradi. Endi biz o'sha inklyuziv muhitiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun, ya'ni inklyuziv ta'limga ehtiyoji mavjud bo'lgan o'quvchilar uchun, sinf o'quvchilari uchun darslik, dastur, o'quv reja va boshqa ta'limiy masalalarni moslashtirish bo'yicha o'qituvchilarga tavsiyalar keltirilgan. Birinchi tavsiyalar darsliklar masalasida. Masalan, bir xil mazmunga yoki nisbatan oson o'qiladigan alternativ formatdagi darsliklar bilan ta'minlanishi. Ya'ni umumiy ta'lim o'rta maktab o'quvchilari uchun yaratilgan darsliklarni inklyuziv ta'limdagi bolalar uchun ham yaratish va buni o'sha bolalarni alternativ formatda yaratish, bola uchun qabul qila oladigan. Masalan, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchisi bir yilda o'sha alif-be bosqichi 1 oydan 4 oygacha bosqichda bo'ladigan bo'lsa, so'zlarni talaffuz eta olish, harflarni bir-biriga qo'shib olib, bo'g'inlar ko'chirish holatlarini masalan sentyabrdan dekabrgacha bo'lgan holatda o'rgansa, inklyuzivlikka moyil bo'lgan o'quvchi biroz bu vaqtda cho'zilishi mumkin. Mana shuning uchun ham alternativ formatdagi darsliklar bilan tanishish masalasi yo'lga qo'yiladi. Bunda ham o'sha alternativ darsliklar bolani o'sha inklyuzivlikka oid bo'lgan ehtiyojiga qarab, eshitishda nuqsoniga mo'ljallangan, ko'rishda nuqsonida mo'ljallangan yoki aqliy autizm spektri bilan buzilgan bolalardagi o'sha nuqsonli bolalarda mo'ljallangan holatlar bilan ta'minlanishi lozim. Ikkinchisi, o'quvchilar matnni bir vaqtning o'zida ham o'qishlari ham eshitishlari uchun audio darsliklar bilan ta'minlanishi. Bola uchun bu aynan audio darsliklar ularni qiziqishlarini orttirishga va yanada aniqroq tushunishiga yordam beradi. Darslik boblarini qisqa mazmunni keltirish, ya'ni ko'rishda muammosi bo'lgan bolalarni Brail tizimiga asoslangan yoki katta shriftlar bilan bosilgan o'quv materiallari bilan darsliklarning alternativ variantlari bilan ta'minlanishi lozim hisoblanadi. Endi ikkinchi narsa bu o'quv dasturlari. O'quv dasturlari bu asosiy tushunchalarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan, ya'ni qisqartirilgan topshiriqlar berilishi uchun mo'ljallangan, aynan nisbatan o'sha funksional so'zlarning ustida ishlash uchun yo'naltirilgan qisqa testlar. Nutqida nuqsoni bor bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashda o'sha funksional so'zlar ustida ishlash uchun yo'naltirilgan qisqa testlar ham, rasmli testlar ham bolani imkoniyatlarini o'sha ochib berish uchun keng o'quv dasturi hisoblanadi. Keyin yozma topshiriqlarga alternativ aralashuvlar, ya'ni yopishtirish, rasm chizish yoki bo'lmasa panorama va boshqa holatlarni kirita olish orqali ham aynan biz o'quv dasturlarini o'zgartira olishimiz mumkin.
sinf bilan ishlash aynan o'qituvchi uchun eng qiyinchilik tug'diradigan jarayon hisoblanadi. Sinf bilan ishlash davrida bola o'sha inklyuziv o'sha turdagi bolada kuzatishimiz mumkin. Э, O'sha yonidagi tengdoshiga nisbatan o'zidagi kamchiliklarni bila turib, unda o'sha qiyin topshiriqlarni bajara olmaslik va tengdoshlari o'rtasida mulzam bo'lib qolish holatlari bilan belgilanadi. Mana shuning uchun ham har bir o'quvchi uchun individual qoidalar mavjudligini biz shakllantirib olishimiz kerak. O'quvchilarning ehtiyojlari bilan mos holda sinfni tashkil eta olish kerak va mana shu mashg'ulotlar davomida bolani ko'proq o'sha o'quvchini inklyuzivlikka nima deydi mashg'ulotlar bajarayotganda jimlikni saqlashga o'rgatishimiz kerak. Boshqa o'sha sog'lom bolalar qatori o'tirganda bu boladagi o'sha bolani diqqati to'planishi uchun sinfdagi jimlikni kuchaytira olish kerak. Bu narsa bolaga nima beradi? Bola o'sha fikrlash jarayonida, topshiriqni bajarish jarayonida sog'lom bola buni tezda anglab olsa, inklyuzivlikdagi o'sha ehtiyoji bor bo'lgan bola esa biroz to'xtaydi. Unga fikrlash uchun vaqt va tinchlik kerak bo'ladi. Ana shu jarayonda bolani harakatlanib olishi uchun biroz to'xtab, fikrlarni anglab olishi uchun, mashqni to'g'ri tushuna olishi uchun o'qituvchi tomonidan sinfda o'sha jimlikni saqlash lozim. Va individual ishlash uchun kabinalarni qo'llanishi, ya'ni kabinani qo'llanilishi qanday natija beradi bolaga? Bola o'sha kabinada ishlashi uchun, tinchgina muhitda ishlashi uchun, harakatlanishi uchun, topshiriqlarni bajara olishi uchun kerak bo'lgan xona hisoblanadi. Keyingi topshiriqlarni ham topshirish, ya'ni o'qituvchi tomonidan topshiriq berish jarayoni ham ijodiy tarzda tashkil etilishi. Bunda topshiriqlar ham yozma, ham og'zaki shaklda qo'llanishi, topshiriqlar bosqichma-bosqich qo'llanishi va tushuntirilishi, topshiriqlarning ketma-ketligi va ketma-ketlikni bajarish usullarini o'rgatishi yoki o'qitishda audio-vizual texnik vositalardan foydalanish ham ta'limiy topshiriqlar, ya'ni ta'lim muhitini loyihalashda eng kerak bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Faoliyat. Boladagi faoliyat turlari o'zgarishi ham mumkin. Ya'ni o'quvchilarning faoliyat turlari o'zgarishiga tayyorligiga qarab, topshiriqni tezda tugatib, javob berib, sizdan yuqori a'lo bahoni olishi mumkin. Bu jarayonda o'sha topshiriqni tugatish uchun u bolada, ya'ni inklyuziv ta'lim ehtiyoji bor bo'lgan bolada vaqt yetmay qolsa, vaqt cho'zib berilishini ham inobatga olish kerak va bu 45 minut yoki umuman o'sha auditoriyada yoki sinfda bo'ladigan dars jarayoniga qarab belgilanadi va uy vazifasini to'g'irlash uchun qo'shimcha vaqtning berilishi. Harakatlanish chog'ida qo'shimcha yordamning ta'minlanishi ham bu bolani o'sha rivojlanishi uchun eng katta yordam hisoblanadi. Endi biz yozma topshiriqlarni beramiz. O'quvchilarga yozma topshiriqlarni berayotganimizda eng kam to'ldirishlarni talab qiluvchi mashqli varaqalarni qo'llanilishi kerak. Ya'ni bolalarda mashqli varaqalar o'sha o'zini o'sha turli xil belgilar orqali, turli xil o'sha fikrlarni bildirish uchun rasmlar, kichik-kichik rasmlar orqali ham ifodalanishi mumkin. Ikkinchisida pechat qilingan materiallardan video va diafilmlarni to'ldirish. Bola uchun diafilmlar va videolar bu o'sha darsni ko'proq, tezroq anglab olishga yordam beradigan jarayon hisoblanadi. Endi keyingi jihatda o'quvchilarni biz o'sha javoblarni yozib olish uchun diktafon ishlatishga ruxsat bera olishi. Bola diktafon orqali bugungi darsdagi qanday holatlar bo'lganini, qanday javob berganini o'zi eshitib, o'zini yana ham o'sha to'g'irlashga yordam beradigan jarayon va tushirib qoldirilgan so'z gapli mashg'ulotlarni qo'llana olishi. Bola bu jarayonda qaysi mashg'ulotlarni o'sha harakatlarni qaysi jarayonda qo'llanishini ko'rsatib bera olishi kerak. Keyin o'qituvchi tomonidan bilimlarni baholash. Bu bilimlarni baholash bu siz uchun, biz o'qituvchilar uchun birlamchilik hisoblansa, bola uchun eng yutuq va eng kerakli narsa hisoblanadi. U o'sha erishgan yutuq va sarflagan kuchlarini mosligi bo'yicha individual baholash shkalasini qo'llash kerak. Yaxshi baholarga o'sha diqqatni qaratish, bolani o'sha qayta ko'rib chiqilgan ishlarga nisbatan baholab berish. Qarang, bola o'zini shu muhitda eng past o'sha darajada ko'ra oladi. Qachonki biz noto'g'ri baholasak. Shuning uchun bolani kichikkina erishgan yutug'ini ham
yaxshi baholab, unga yaxshi ko'nikmani hosil qilishimiz uchun uni kuchini yaxshi to'g'ri taqsimlay olishni o'rgata olishimiz kerak. Ikkinchisi, birinchisi demak yaxshi baholarga diqqatni qaratish bo'lsa, ikkinchisi qayta ko'rib chiqilgan ishlarni baholash. Demak, bir marta xato qildi bola, xato qilgan bahosiga nisbatan ikkinchi marta unga to'g'ri bo'lish uchun imkoniyat yaratib berish va uchinchisi o'quvchilarni o'sha erishgan yutuqlarni baholash tizimini qo'llash. Bu ham aynan o'sha o'qituvchi tomonidan sinfni loyihani to'g'ri qo'llay olishga sabab bo'la oladi. Keyingi slaydimizda testlar. Test topshiriqlarini biz og'zaki tushuntirsak yoki test topshiriqlari bilan ishlashni o'rgatsak, vaqtni bir to'g'ri taqsimlashni o'rgatsak, test materiallarini o'quvchilar tomonidan o'qilishi va og'zaki yechilishini o'rgatsak, bular hammasi bola uchun oson. Faqat biz uni to'g'ri yo'naltira olishimiz, testlarni to'g'ri shakllantira olishimiz zarur hisoblanadi. Endi test materiallarini o'quvchilarga aniq va to'g'ri shakllantirishimiz uchun bizda testga doir bo'lgan xususiyatlar farqlanadi. Bu yerda qanday? O'quvchi shu testni bajara olish uchun imkoniyatini, tinchlikni, vaqtni to'g'ri taqsimlay olib berishimiz kerak. Ya'ni o'xshash muammolar bo'yicha testlarni, ya'ni seksiyalarga ajratib bo'lib berishimiz, to'g'ri va noto'g'ri javoblarga ega bo'lgan tanlash imkonini beruvchi testlarni qo'llay olishimiz kerak. Testga nisbatan alternativ sifatida o'quvchilarga va individual loyihalarni tanlash va bajarishga ruxsat berishimiz kerak. Endi darsliklardagi biz topshiriqlarni o'quvchiga bajartiramiz va bu topshiriqlarni bajartiradiganimizda bola topshiriqlarni ajrata olishni o'rgatishimiz kerak. O'qish chog'ida unga osonlashtirish uchun chizg'ichdan foydalanishni o'rgatishimiz kerak. Chunki bolada o'sha alohida yordamga muhtojga ega bo'lgan bola birdaniga sog'lom bola qatori tezda anglab keta olmaydi. Mana shu jarayonda unga turli xil chizg'ichlardan, qalamlardan foydalana olishimiz kerak. Va uzoq muddatli topshiriqlarni topshirish chog'ida o'quvchilar ulardan nima talab qilinayotganligidan bilish uchun umumiy tushuncha berishimiz kerak. Uni harakatlarini to'g'ri baholay olishimiz kerak. Tushunchani to'g'ri shakllantirib, unga qiziqish uyg'ota olishimiz kerak bo'ladi. Ma'lum bir kunlarda, ya'ni haftaning ma'lum bir kunida o'quv kunini tashkil etishimiz kerak. Ya'ni bir o'quvchi ikkinchi o'quvchiga namuna bo'la oladigan tarzda o'quvchilarning loyihalarini amalga oshirish uchun o'quv kunini tashkil etishimiz kerak. Ya'ni inklyuziv ta'limga ehtiyoji bo'lgan bola bu o'quv kuni orqali tengdoshi bilan birgalikda nimadir yasab sizga o'sha o'zini loyiha ishlari sifatida taqdim qila olish kerak. Plastilindan deysizmi, balki umuman o'sha turli xil penoplastlardan narsa yasash, umuman olganda o'quvchini loyiha kunini, o'quv kunini tashkil eta olishimiz kerak va bu ularning yutug'i sifatida maktab sinf burchagida qo'ya olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi jihatdan korreksion dasturini ishlab chiqish jarayonida biz muhitni alohida hisobga olishimiz kerak. Bunda bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotida deymizmi yoki bo'lmasa maktabda deysizmi, ma'lum bir o'sha dasturni ishlab chiqish jarayonida e'tibor qaratadigan joyimiz nimada? Bu birinchi taxminiy ma'lumotlar, ikkinchisi yo'l harakat dasturini ishlab chiqish hisoblanadi. Uchinchisi esa taqvim va rivojlanish monitoringi hisoblanadi. Endi biz taxminiy ma'lumotlar orqali bolaga o'sha o'quv korreksion dasturini tuzatganimizda bundan oldingi manbalar orqali nima foydalar berishi, qanday bolaga imkoniyatlar yaratilishini hisobga olishimiz kerak. Ikkinchisi ana shu yo'l harakat dasturimizni biz ishlab chiqa olishimiz kerak. Ballik sistemada, vaqt sistemasida o'sha o'quvchini qabul qila olish jarayonlarini albatta buni hisobga olishimiz kerak. Va uchinchi jihatdan taqvim va rivojlanish monitoringini shakllantirishimiz kerak. To'rtinchi jihatdan o'qitish usullari va vositalarini tanlab olishimiz kerak va beshinchisi o'quvchilarning yutuqlarini baholay olishimiz kerak. Bunda oltinchida ota-onalar bilan hamkorlik albatta amalga oshirilishi kerak. Ota-ona farzandidagi o'zgarishlarni kuzata olishi kerak va uni rag'batlanayotganini ko'rib, undagi o'zgarishlarni to'g'ri baholay olish kerak. Ba'zi bir ota-onalarda, ayniqsa alohida ehtiyojga yordamga muhtoj bo'lgan bolalarning ota-onalarida ma'lum bir o'sha kuchli stress holatlari ham, farzandini tuzalmasligi, farzandidagi kamchiliklar tengdoshlari o'rtasida haqoratlanishiga xohlamaydigan ota-onalarni ham kuzatishimiz mumkin.
Keyin bu dasturlarimiz 7-sida modifikatsiyalangan holatda bo'lishi kerak. Ya'ni dastur bilan o'sha dars jarayonlarida modifikatsiyalangan holat bu qanday bo'ladi? Modifikatsiya holatida o'sha o'quvchidagi xususiyatlar, modifikatsionni dasturlarni tashkil etish, hamkorlikni amalga oshirish zarur hisoblanadi. Va oxirgisida esa tadbirlar va hamkorlik. Bu tadbirlar va hamkorlik o'sha bolalarni o'sha jismoniy jihatdan chiniqtirish, bolalarni o'ziga nisbatan kuchini oshira olish holatlari, ya'ni kelajakka to'g'ri baholay olish, ya'ni to'g'ri qarab, to'g'ri rivojlanish uchun sharoitni yaratib bera olish hisoblanadi. Bu algoritmlar biz kuzatamiz, alohida yordamga muhtoj bolalar uchun tashkilotda korreksion dastur doirasida ishlab chiqilishi zarur. Ya'ni bunda o'sha har bir o'quvchi, alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchini taklif va o'sha usullarini, o'zini imkoniyatlaridan kelib chiqib bu dastur tuziladi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi ma'ruzamiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, buni ta'limga ehtiyoji bor bo'lgan bolalarda o'sha ma'lum bir loyiha sifatida ham qo'llay olish imkoniga egasiz.